Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ilg'or MFI 866 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan. Maydoni hajmi 12 gektar, uzunligi 600 metr, bo'yi 200 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 100-150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 15 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 80 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Semrug'on Oltin Boshoq MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 36 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib borilishi rejalashtirilgan.